Senlarga xohlashsang, qanday qilib tezda boy bo'lishni sirni o'rgatishim mumkin. Bilaman, hamma yaxshi pul topasanlar. U pulni bosib o'tira olmasdan, ehson ham qilib turish. Birini bersang, 10 bo'lib qaytadi. O'zimni tajribamdan o'tgan. Ehson ham qilib turishgan. Haqiqatan to'g'ri gapni gapiryapti. Shuncha pul topib ehson qilmabmiz biron marta. Bo'lmasa bugun hammamiz to'planib qolibmiz. Bitta muhtoj odam bor. O'sha odamni xursand qilamizmi? Hamma narsani ham o'zi menga o'sha ehson qilishni boshlading. Kim u aytgan oiling? Bordi bitta oila, rosa muhtoj. Ketdi bo'lmasam pul olmaydi. Bo'lsam qurib olmaydi, 100 dan tashlash. Mana 100. Tashlab beramiz. Tashlab bo'ladi. Men kartada tashlab beraman. Senlarga so'morda aytgan uyim shu bo'ladi. Ehson qiladigan oilam yana bitta ko'payibdi-da. Sen bor mashina xarajatlarni olib kelish, sen taqillat. Etesh. Hozir. Abdulla Muhammad Ali? Muhammad Ali? Ukajon, kelganingdan juda xursandman. Seni juda sog'ingandim. Senga aytgan muhtoj oila shu. Uyi ijara, 5 ta farzandi bor. Ayoli bog'chada bo'rsachilik qiladi. O'zi bo'lsa bozorda avarakashlik qiladi. Qo'shni. Bu inson meni akam bo'ladi. Ha. Seni akang. Ukam o'qisin deb uy joyga sotgan inson. O'zi qiynalsa ham, ukam qiynalmasin deb ukasiga yaxshi sharoit qilishga harakat qilgan odam. Seni shu darajaga yetishingga sababchi bo'lgan akang bo'ladi. Atrofingdagilarga, ko'chadagilarga yaxshilik qilishdan sira charchamaysan. Lekin yoningdagi yaxshilikni umuman ko'rmaysan. Aslida ehson uzoqdan emas, yaqinlaringdan boshlanadi. Seni vijdoning va akang bilan yolg'iz qolgizaman. Men mashinada bo'laman. Var aka. Menmi? Akaning. Aka bozorlik qilish kerak. Xo'p bo'ladi. Ketdi. Aka mashinangiz qayerda? Aka mashina shart emas. Bu menga emas, bu sizga. Tushunmadim. Hazillashyapsizmi? Ayasi, bugun ishi o'xshamadi. 4 ta nonga pul topdim xolos. Bugun eplab turarmiz, bozorlikni ertaga qilib berarman. Bilaman, oson bo'lmayapti senga ham. Ozgina sabr qilib turgin. Hammasi yaxshi bo'lib ketar. Aka bexosdan kendonimni suhbatida eshitib qoldim. Ming bor uzr. Bu bozorlik siz uchun. Bitta iltimosim bor. Oila davrasida ota-onam haqqiga bir duo qilib qo'ying. Umrlar uzoq bo'lsin. Erkakni boshda hamma yo'q bor. Qadr tutib aytdi. Sog' bo'ling. Man degan yigitlar sinadi hayotimdan. Man degan yigitlar sinadi hayotimdan.